Ko'pchilik bu xatoni qiladi. Ko'pchilik o'ylaydiki, yer osti suvlari tabiiy ichish uchun yaroqli, lekin bu xato tushuncha. Yonimda 4 xil skvajinadan olingan 4 xil suv namunasi, ko'rinishdan bir xil, lekin bularning bittasi ichish uchun yaroqli, 3tasi esa ichish uchun yaroqsiz. Sababi yer osti suvlarining tarkibida sho'rligi, qattiqligi, nitratlar, hatto bakteriyaligacha bo'lishi mumkin. Agar u suvni iste'mol qilingandan keyin odamning organizmiga tushsa, sog'liqqa jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Agar siz uyingizda yer osti quduqlari bo'lsa, u suvni har doim iste'mol qilib yurgan bo'lsangiz, avval tekshirtiring. Laboratoriya xulosalarini oling, xim analiz va bak analiz natijalarini ko'rib, undan keyin sog'lig'ingizga jiddiy xavf yetkazilmasligiga ishonchingiz komil bo'lgandan keyin iste'mol qilish tavsiya etiladi. Agar sizlarda quduqingizda suvni tekshirtirish laboratoriya tahlillari sizlar uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar, suvinglarni borib olib tekshirtirib taqdim etamiz. Har doim esingizda tursin, tabiiy degani toza degani emas. Avval tekshirtiring, ishonchingiz komil bo'lgandan keyin iste'mol qiling.